hali ham internet yaxshi emas deb yurganlar bor O'zbekistonda. Optik tola 107 megabit sekundiga do'stlar, bu narsa bizlar uchun orzu edi. Yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham oldingi internetlarimizga o'xshab ishlamay qolmaydi emas, ishlayveradi, farqi yo'q. Butun dunyodagi eng yuqori tezlik biz O'zbekistonga kirib keldi desak ham bo'ladi. Eng qizig'i do'stlar, buni ichida hech qanaqa sim yo'q. 677 megabayt narsani 23 sekund ichida ko'chirib olyapti. Bu tezlik faqat meni uyimda emas, hozirda butun O'zbekiston bo'ylab hamma tuman, shahar, hattoki qishloqlarda ham 8 ga format ham internetda bemalol bitta bosganda ko'rilyapti. 100 megabit ishlab tursin desangiz, siz oyiga 199 ming so'm, ya'ni 200 ming so'm to'lashingiz kerak bo'ladi. Faqat optik tola mana shu bo'ladi. Optik tola degan narsa mana shu bo'ladi. Uyingizga qanaqa internet kelyapti, qanchalik kuchli ekanligini, qanaqa tezlikda ishlashini, narxlarini hammasini o'rganib olasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bizani har doim kuzatib boradigan obunachilarimiz bor. Sizlarga alangali salomlar bo'lsin. Hurmatli obunachilar va butun O'zbekiston xalqi va mana shu internet haqida ma'lumot olay, O'zbekistonda qanaqa bo'lyapti narx-navolar deb izlab kirgan o'zbek xalqi. Internet haqida to'liq ma'lumot bermoqchiman. O'zbekistonda internetdagi narxlari qanaqa bo'lmoqda, skoroslari qanaqa bo'lmoqda va bundan 5-6 yil oldingi internet bilan hozirgi farqlar o'sha to'g'risida sizlarga bugun qisqacha hammasini aytib bermoqchiman. Odamlarimiz 23 million telefon aloqasi, 20 million internet tizimida foydalanuvchilarni oxirgi paytlarda bizga e'tirozlari bo'lyapti. E'tiroz shundan iboratki, sifati yo'q, tezlik yo'q, investitsiya jalb qilish 2016-yilga nisbatan umuman kamayib ketgani. Telefon va internet foydalanuvchilariga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati pastligi, mavjud aloqa tarmoqlarining atiga 27% optik tolali, qolgani mis simli liniyalardan iborat ekani tanqid qilindi. Internet tarmog'iga ulanish tezligini oshirish, aloqa tarmoqlarini to'liq optik tolaga almashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Xabaringiz bor, hozirda butun O'zbekiston bo'ylab tuman, shahar, qishloq hamma joylariga hozirda Japon texnologiyasi, ya'ni bu dunyoda eng oxirgi texnologiya. Bundan keyin yangi texnologiya chiqmagan desa ham bo'ladi, chunki bu 1000 megabit sekundiga ishlaydi. Ming megabit bu juda katta tezlik. Bu skoroz kirib keldi. Bu narsadan ko'plar unchalik xabardor emas. Hali ham internet yaxshi emas deb yurganlar bor O'zbekistonda. Chunki mana shu yaqin 5 yil ichida yurtboshimiz qaror chiqargan. O'zbekistonda internet tezligini oshirasan, narxlar tushirasan degan va har bir tuman, qishloq va shahar har bitta uyda internet bo'lsin degan. Hozir men o'ylashim bo'yicha bir O'zbekistonda 70% hamma uyda internet bor. Agar bo'lmasa, albatta stalbalaringizga bitta qarab chiqasizlar. Stalbaga qora kabel o'rnatilgan bo'lsa, demak bilingki, shu yaqin yillar ichida sizni uyingizga ham davlat tomonidan tekinga Wi-Fi o'rnatib ketishadi. Va bu narsani sizlarga men hozir bitta ko'rsatib berishim kerak. Uyimdagi qanday qo'yganman, nima qilganman, o'shani sizlarga bitta tushuntirib beraman. Qani ketdik. Japon texnologiyasi bo'yicha eng yuqori tezlikda internet o'rnatasan degan, mana haqiqatdan uyimizga mana biz o'rnatgan. Mana mana bunaqa kabelda keladi, mana qora. Mana bunaqa kabelda keladi. Mana bu kabelda keladi va uyimizga Wi-Fi ga buni tiqqanmiz va buni Wi-Fi'lari boshqacha, kabellari ham boshqacha. Umuman oldingi internetlardan juda katta farqi bor buni. Chunki do'stlar, biz oldin bunaqa tezlik faqat orzu qilardik. Hozir bunday olib qarasak, skoroz bo'yicha Rossiyaga yetib oldik. Faqat narx-navo ozgina qimmatlagan hisobga olmasak, butun dunyodagi eng yuqori tezlik biz O'zbekistonga kirib keldi desak ham bo'ladi. Buni agarda sizlarda bu internet agar hozirda bo'lmasa, bilingki, yaqin oylar, yillar ichida qishloqdamisiz, shahardamisiz, aniq siz yuzga o'rnatib ketadi. Chunki shunaqa qaror qilingan va bu narsaga juda katta pul ajratilgan. Hozirda
Davlatimiz rahbarining 2018-yil 19-fevraldagi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga muvofiq joriy yilda kamida 200 million dollar, 2019-yilda esa investitsiyalar, ayniqsa to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalar hajmini 500 million dollarga yetkazish vazifasi qo'yildi. Reja asosida ishlar olib borilmoqda. Bu do'stlar dunyodagi eng kuchli internet Japon bo'ladi. Hozir sizlarga ishlashlarini ham ko'rsatib o'taman. Hozir sizlarga o'sha internet tezligini ko'rsatib o'taman va ishlashlarini ko'rsatib o'taman. Bu tezlik faqat meni uyimda emas, hozirda butun O'zbekiston bo'ylab hamma tuman, shahar, hattoki qishloqlarda ham bu narsa qo'yilyapti. Faqat kimdadir erta, kimdadir kech bo'lyapti. Ishoningki, bir necha yillar ichida butun O'zbekiston bo'ylab hammada mana shunaqa zo'r skors bo'ladi va sizlarga bu internet tezligini hamma imkoniyatlarini aytib o'taman. Chunki bu narsalarni ko'plab bilmas ekan ma'lumotlarni, daqiqa izlab ko'rsam ham internetda bu haqida to'liq ma'lumot yo'q. Brauzerga kiramiz. Kimdadir boshqacha brauzer bo'lishi mumkin, lekin menda Google Chrome brauzer. Biz hozir fast.com ni ko'ramiz. Bu aniq tiniq realni aytib beradi bu narsa. Mana xullas 100 megabit sekundigacha ishlayapti hozirda. Bu internet mana 194 hozir ba'zi bir qurilmalar ishlab turgani hisobiga 94 chiqyapti. Va bundan tashqari ham speed.com degani bor, speedtest.com degani o'sha ham aniq tiniq ko'rsatib beradi. Mana bu yerda aytayaptiki, bu dunyoda eng mashhur anaqa internet tezligini o'lchaydigan speedtest.com bu hech qachon aldamaydi. Mana ko'ryapsizlar, 107 megabit sekundiga do'stlar. Bu narsa bizlar uchun oldin borki orzu edi. Nima desam ekan? Oldin biza 200-300 kilobayt yurardi. Shuning uchun men shukr qilaman, mana shu yaqin 5 yil ichida juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Har tarafdan hamma yoqqa e'tibor qaratyapti. Avvalambor yurtboshimizga rahmat deb qolaman. Chunki bu internet bizga hayotimizga va bizneslarimizga ham juda katta foyda keltiradi. Chunki bu internetsiz hozir juda qiyin bo'lib qoldi do'stlar. Shuning uchun men sizlarga bu narsani ko'rsatib o'tishim kerak. Aynan menga o'xshab internet orqali ishlaydiganlar ko'p. Kechasi soat 12 dan albatta soat 12 gacha mana shunaqa skors bo'ladi. Keyin bu yog'i esa hozir sizlarga uni ham bitta ko'rsatib o'taman. Mana Uztelekomga kiramiz. Uztelekom deb yozasiz. Mana Uztelekom deb yozasiz. Endi mana Uztelekom deb o'zini yozaylik. Kimlardir bunaqa chiqmasligi mumkin. Mana Uztelekom deb yozganimizda bu yerda internet deganni bosasiz. Bu yerda internetni bosasiz. Mana internetni bosib tariflarga bosasiz. Mana internetga kirib tariflarni bosasiz va bu yerda ko'rib turibsizki 4 ta tarif bor. Bu yangi tarif yaqinda chiqdi do'stlar. Bu yaqinda chiqdi. Ancha narxlar ancha arzonlashgan. Hozir sizlarga xaritasini tushuntirib o'taman. Mana oldingidan mana 3 ta tarif qolgan. 88 minglik, menimcha bu ham yo'qib ketdi. 99 minglik bor va 3 millionlik tarif ham bor. 3 millionlik tarifda nima uchun desangiz, bu 1000 megabit sekundiga mana hozir chiqdi-ku, mana bu 100 chiqdi-ku, o'sha 1000 ga chiqadi. Unda ham bir ishlab ko'rganmiz bizlar Toshkentda, uni sal keyinroq ko'rsataman va hozirgi yangi tariflarni aytib beraman. Hozir ancha narxlar arzonlashgan. Ya'ni eng birinchi tarifimiz yangi 1. Ya'ni siz oyiga 109 ming so'm to'laysiz va sizga kechasi soat 12 dan soat 12 gacha 200 megabit beradi, lekin 200 ishlamaydi. 200 ishlamaydi, shu boyda 150, 140 mana shu tarafda ishlaydi. Va undan keyin esa mana abetga soat 12 dan kechasi soat 12 gacha 20 megabit ishlaydi. Va sizga telefonlarga ham 180 daqiqa beradi. Siz esa uyingizga telefon qo'yib olsangiz bo'ladi, o'sha ichida bo'ladi, hech qanaqa pul to'lamaysiz. Faqat 180 daqiqa. Mana agar siz uyingizda 100 megabit ishlab tursin desangiz, siz oyiga 199 ming so'm, ya'ni 200 ming so'm to'lashingiz kerak bo'ladi do'stlar. Aynan maosh tarif juda qimmat edi oldin, bundan 1-2 oylar oldin aynan maosh tarif juda qimmat edi. Aynan maosh tarif bundan 3-4 oy oldin 399 ming so'm edi. Hozir buni narxi bo'lyapti 199 ming so'm. Ya'ni 200 ming so'm arzonlashgan. 100 megabit. Endi bu 100 megabitga ulanganlar bor oramizda. Bizani
bitta yaqinlar ham mana shuni ulanib olgan. Xuddi qaysi tarifdasiz desangiz, men hozircha mana bu tarifdaman. 109 ming so'mlik tarifdaman. 100 megabitga o'tishga harakat qilaman. Xo'p. Va undan tashqari esa siz agarda 139 ming so'm agar to'lasangiz oyiga sizga 40 megabit beradi. 40 megabit nima degani? Ya'ni sizga uyingizga xullas 2-3 ta oila bo'lsangiz, albatta sizga 40 megabitlik sizga maslahat beramiz. Chunki uyingizga suv kelyapti, u suvni hamma yana bo'lganligi albatta yoyilib ketgan holatda hammaga yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun uyingizda agar juda ko'p bo'lib foydalansangiz, albatta buni tariflarini sal 40-60 lar ulashni maslahat beraman. Hozir ko'plar eng arzoniga ulanib oladi va keyin uyingizda misol uchun 3-4 ta telefon smart TV'lar bo'lgani hisobiga hammaga borib o'sha skors yetmay qolishi ehtimoli bor. Agar sizga o'sha skors yetmay qolsa, albatta sal qimmatroq tarif ulanishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun men sizlarga maslahat beraman, 139 ming so'mlik tarif bitta oilaga zo'r bo'ladi. Agar siz oilada 5-6 ta kishi bo'lsangiz, albatta sizga 20 megabit bo'ladi. O'shaning hisobini olib, ushbu tariflarga ulanish kerak. Agar siz uyingizda bu internet bo'lmasa, albatta siz stolbangizga albatta qarashingiz kerak. Stolbangizga mana shunaqa kabel kelgan bo'lishi kerak. Mana. Bu stolbalardan keladi bu kabel. Mana. Agar mana shunaqa qora kabel kelgan bo'lsa, bilingki, Samarqandga bir qishloqqa borgan edim. Nakor degan bitta qishloqqa borgan edim va o'sha yerda hattoki qishloqlarga ham ushbu internet qo'yilayotganligini guvoh bo'ldim. Sizlarga ushbu syomkani qo'yib ko'rsataman. Assalomu alaykum. Biz Nakor qishloqdamiz. Nakor qishlog'iga mana dunyoning eng so'nggi optik tolali Japon texnologiya internetlari kirib kelibdi, kabellar tortilgan. Tez oylar ichida, xudo xolasa, butun qishloq aholisi eng so'nggi internet bilan ta'minlanish ehtimoli bor. Biz xursandmiz, albatta buni yurtboshimiz aytib o'tgan edi. Har bir qishloq O'zbekiston hamma joyga internet qilinglar deganda mana isboti zo'r. Xudo xolasa, tez yillar ichida butun O'zbekiston eng so'nggi internet va juda tez ishlaydigan internet bilan ta'minlanadi. Biz xursandmiz, mana biz Samarqand viloyati Payariq tumani Nakor qishlog'idamiz. Mana kodlaringiz har bitta qishloqqa ham mana shunday borgan. Agar siz umuman internetdan tushunmasangiz, albatta bitta qarang, stolbangizga mana shunaqa uzun kabel o'tganmi? Agar ha bo'lsa, albatta ushbu videoni tagiga albatta yozinglar. Xo'p, hozir sizlarga endi buni men ishlashini ko'rsatib o'taman. YouTube'ga kiradigan bo'lsak, mana 4K videolarni ham bemalol ochadi. Chunki 100 megabit sekundiga do'stlar, oldin bu narsa bizda umuman yo'q edi, bunaqa imkoniyat yo'q edi. Mana 4K format. Mana. E'tibor beringlar, mana. 4K formatni bemalol ochyapti. Hech qanaqa bir qotish yo'q. Mana shunaqa zo'r internet edi. Biz bu internetni juda ko'p yillar mobaynida kutardik, orzu qilardik va albatta yurtboshimizga yana bir bor rahmat deb qolaman, chunki bizga bunaqa imkoniyatlar qilib berdi va albatta biz bundan juda yaxshi foydalanyapmiz. Endi esa 8K format qo'yib ko'ramiz, qanday ochadimi, yo'qmi. 100 megabit sekundiga internetimiz. Hattoki do'stlar, mana 8K format ham internetda bemalol bitta bosganda ko'rilyapti. Bu narsa endi вообще. Bu bilan nima demoqchimiz? Siz o'ylang, 8K formatni biz o'sha uyimizda turgan holatda bemalol bitta bosib ko'ryapmiz. Chunki bu narsalar oldin biz uchun orzu edi. Bemalol u faqat tarifingizga bog'liq. Bu faqat oqshom har qanday tarif ichida o'sha oqshom soat 12 dan obedga 12 gacha mana shunaqa tezlikda internet ishlaydi. Ko'ryapsiz, hech qanaqa yo'q. Qotish yo boshqa yo'q. Juda tezlikda, juda tez ishlaydi, tez kiradi, tez chiqadi, tez ko'chiradi, juda kuchli. Biron narsa bitta ko'chirib ko'ramiz. OK.uz degan sayt bor, bilasizlar. O'shadan bu bir narsa ko'chirib ko'ramiz. Xo'p. Qaranglar, mana internetda men bu ushbu klipni ushbu MP3 ni olishim kerak, to'g'rimi? Ustidan bitta bosamiz. Bo'ldi, uje bor. Bilasizmi, oldin bu narsani o'tirardik, kutib o'tirardik, necha soat, necha naqa qilib o'tirardik, kutib o'tirardik. Xo'p. Ushbu
yoki mana ushbu kinoni olishimiz kerak bo'lsa agar yuklab olishda bosamiz. Qarang, 677 megabayt qarang. 14 megabayt sekundiga ko'chiryapti. U degani 150 megabit sekundiga degani. Albatta ko'ryapsiz, 677 megabayt narsani 23 sekund ichida ko'chirib olyapti. Bunaqa imkoniyat oldin yo'q edi. Bizda bitta kinoni soatlab o'tiradi, kerak bo'lsa bir kunlab ko'chirgan paytimiz bo'lgan. 3 soatlab, 4 soatlab ko'chirgan paytimiz bo'lgan. Oldin mamlaqa megabayt emas edi. 100 kilobayt, 200 kilobayt. Bizda 200 kilobaytga ham juda ana bir xursand bo'lardik oldin. 50 kilobayt ham bo'lgan, ishlab qo'ygan paytlari bo'lgan. Umuman olganda bu internet juda zo'r. Mana ko'ryapsiz, tezlikda ko'chirib oldi. Har oy internetimga pul to'lab kelaman, har oy. Chunki men ishim shunga bog'liq. Bunda yana shunaqa zo'r imkoniyatlar borki, bu interneting zo'r bo'lgandan keyin do'stlar, shunaqa zo'r imkoniyatlar borki, siz uyingizda turgan holatda agar siz montaj bilsangiz, agar montaj yoki qo'lingizdan biron bir media sohasi bo'yicha nimadir qo'lingizga kelsa, uyingizda turgan holatda ulardan katta fayllar bemalol yuklab olib, montaj qilib yana yuborsangiz bo'ladi. Ular uyingizda turgan holatda ham ishlasangiz bo'ladi. Hozir biz mana shunaqa qilamiz. Va dunyoni qayerda bo'lsa ham bizga materiallarga boradi. Biz u narsalar faqat Telegram orqali emas, maxsus o'zini platformalar bor va albatta unga xarajat qilish kerak bo'ladi. 100 gigabayt, 200 gigabayt joylar olish kerak bo'ladi, 2 terabayt joy olish kerak bo'ladi. Keyin o'shanga bemalol yuklab va siz ham tayyor bo'lgandan keyin unga yuborib yuborasiz. Muammo emas. Umuman olganda mana shunaqa qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Uz Telekomga aytib qo'ygan bo'lardik, narxlarni yana tushishlaringni iltimos qilib qo'ygan bo'lardik, chunki menimcha 50-60 minglar normalar bo'lsa kerak. 100 megabit oyiga VIP qilishga 50-60-70 minglar normalar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin ishonamanki, yaqin yillar ichida aniq narx-navo tushadi. Shu skors mana 928 megabit sekundiga. Endi qaranglar. Bittasini bilib olish kerak. 932 megabayt deb o'ylaydi. Unday emas. Ayni mana shu ko'rib turganingiz agar megabaytga chaqsak 93 megabayt sekundiga bo'ladi. Endi do'stlar, O'zbekistonda 1000 megabit sekundiga biz ishlatib ko'rganmiz Toshkentda Azam aka bilan. Hozir sizlarga o'shani ko'rsatib beraman. Xo'p, diqqat bilan e'tibor beramiz. O'zbekistonda eng yuqori tezlik. YouTube'da bitta video ko'chirganda mana 8K format, qarang, 299 gigabayt sekundiga mana ko'chiryapti. Qaranglar, e'tibor beringlar. 70 megabayt sekundiga. U degani borki, flashkalaringizdan kompyuterga ko'chiradigandan skorsdan ham ancha baland degani. Do'stlar, bizga dunyoning eng kuchli interneti mana albatta yetib keldi. Men sizlarga isbot. 70 megabayt sekundiga mana 3 gigabaytlik narsani 35 sekundda ko'chirib olish bu juda katta, juda zo'r narsa. 50 megabayt sekundiga kodlaringiz bizga do'stlar albatta yetib kelgan. Butun dunyo eng oxirgi internet texnologiyasi bizga yetib kelgan. Va albatta yana aytib o'taman, agar sizning uyingizda bo'lmasa, bu internet albatta yetib boradi. Bu sizlarga bitta video qo'yib ko'rsatdim. Endi sizlarga optik tolali kabel qanaqa bo'lishini ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana qo'limdagi kabeldan sizlarni qishloq tumanlaringizda shu stolbalarning tepasidan mana shunaqa kabel o'tgan bo'lishi kerak. Yaxshilab e'tibor beringlar. Mana shunaqa rangda, ya'ni qora rangda mana bunaqa xuddi mana shunaqa bo'ladi. Agar mana shunaqa sizni qishloq yoki tumanlaringizga albatta kelgan bo'lsa, buni tagiga yozinglar. Qaysi tumaningizga keldi, ya'ni biz ham bilaylik. Lekin men o'zim juda ko'p O'zbekiston bo'ylab yuraman. Har bitta tuman, qishloq hamma joyda ko'rdim. Men xuddi mana shunaqa kabel bo'ladi. Endi buni ichki funksiyasini sizlarga aytib bermoqchiman. Optik tola. Eng qizig'i do'stlar, buni ichida hech qanaqa sim yo'q. Qanday qilib internet emasam ishlashi mumkin? Sim bo'lmasa qanday qilib nur bilan ishlashi mumkin? Hozir sizlarga rasmlarda ko'rsatib o'taman. Ya'ni mana ichida mana tamashin ichida bittasi esa tros bo'ladi. Mana busi tros, mayda tros bo'ladi.
O'sha tros nima uchun? Buni sinib ketmasligi uchun, ushlab turish uchun qo'yiladi. Bunga tros qo'yiladi. Mana ko'rasizlar, ichida 3 ta tros va bular mana ichida tak 2 ta, 3 ta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta bo'ladi ichida. Eng qizig'i buni ichida hech qanaqa sim yo'q-da, eng qizig'i. Sim bilan ishlamaydi. Bu nur bilan ishlaydi bu internet. Hozir sizlarga yana bir ikkita rasmlarni ko'rsatib o'taman. Mana. Qarang, nur bilan ishlaydi. Shuni hisobiga internet tezlikda nur bo'lgandan keyin tezlikda boradi. 1000 megabit hech narsa emasda uning uchun. Mana ko'ryapsizlar, mana. Bundan nur boradi. Hech qanaqa ichida kabel yo'q. Ichini hozirdan bitta ochib ham ko'rsataman. Mayli, materialni bitta ochib ko'rsatay. Bu shunaqa baquvvat bo'ladi. Qishda ham, issiqda ham, sovuqda ham bunga hech narsa qilmaydi, ko'ryapsizlar. Shunaqa baquvvat. Undan tashqari ichida himoya qatlami bor, undan tashqari ichida moy bor qanadir. Moy bilan qilingan. Nimaga? Chunki issiq, sovuq o'tkazmaydi ham, hamdasa ichiga hech qanaqa suv ham, hech narsa kirmaydi. Xo'p. Mana bu trosini ko'ryapsizlar, juda baquvvat ekan trosi. Masalaga ichida sim yo'qligini isbotlab bermoqchiman. Mana oddiy kabel emas, mana ko'ryapsiz, ichida qanday suyuqlik chiqyapti mana. Oho, mana qarang, suyuqlik chiqyapti ichida. Suyuqlikni ichida mana manaqa bitta zashita bor ekan. Juda katta kuchli zashita bor. Uni ichida mana moy. Qarang, moy bor ekan. Juda kuchli ishlangan texnologiya. O'ylamang, yomg'ir yoqsa ham, qor yog'sa ham, oldingi internetlarimizga o'xshab ishlamay qolmaydi emas, ishlayveradi, farqi yo'q bunga. Yomg'irmi, issiqmi, sovuqmi farqi yo'q, shamolmi, boshqami ishlab turaveradi. Faqat agar navoda uzilib ketsa, o'sha holatda ishlamasligi mumkin, lekin buni uzilib ketishi ham juda ehtimoli past. Mana qarang, qanaqa troslar bor ichida. Endi esa ichida moyni ko'rdim. Ko'rinyaptimi sizlarga? Hech qanaqa ekani yo'q. Mana shu simchalar orqali bizni uyimizga internet butun dunyo bo'ylab mana shu simchalar. Eng qizig'i bu simchaning ichida ham bor-ku. Bu faqat nur. Mana. Qaranglar, yo'q. Bu faqat nur o'tkazadi ichidan. Tamom. Kimda-kim agar oldin uyda Wi-Fi ishlatgan bo'lsa, agar bilasizlar, u ichida aniq sim bor edi. Ozgina shamol bo'lsa ham ishlamay qoladi yo biron bir nimadir bo'lsa ham ishlamay qolaveradi. Bunda umuman unaqa ishlamay qolish mumkin emas. Juda qiyin masala. Agar bu joyda avariyaning holat bo'lmasa, juda qiyin. Mana ko'ryapsizlar? Hech qanday ichida yo'q mana kabel. Mana buzib tashlayman. Yo'q, ichida. Sim yo'q. Bu juda faqat optik tola mana shu bo'ladi. Optik tola degan narsa mana shu bo'ladi. Men o'ylashim bo'yicha internetda hali hech kim bunaqa to'liq ma'lumot bermagan deb o'ylayman, chunki izlab ko'rdim. Xudo xolasa buni ko'rgan holatda siz uyingizga qanaqa internet kelyapti, qanchalik kuchli ekanligini, qanaqa tezlikda ishlashini, narxlarini hammasi o'rganib olasiz degan umiddamiz. Do'stlar, sizlar bilan Olim Abdanov keyingi video kontentlarda ko'rishguncha. Xayr.